Assalamu alaykum hörmətli televizor Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramımızını görüyorsunuzlar. Programımız hoş geldinler. Mazkur programda muş bir hafta jarayonida radiomuzda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Zimiston to'ri yaqinda Uyg'urlar diyoridan zo'r sondagi mahbuslarning Xitoy o'lkalaridagi turmalarga yo'tkalganligini xabar qilgan edi. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol aniqlashi davomida Sichuan o'lkasining Yibing turmasidami Uyg'ur rayonidan yo'tkab kelingan mahbuslarning borligi dalillandi. Aloqador uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'lkalariga yo'tkalgan Uyg'ur mahbuslar tashqi dunyodan butunlay ayirib etilgan bo'lib, ularning taqdirini surishti qilishning hech qanday imkoniyati mavjud emas ekan. Al söygen sanatkor Abdurahim Hayitning Xitoy lagerida jon uzganligi haqidagi xabar tarqalgandan keyin her qaysi axborot sohalarida zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Aradan uzun o'tmay Xitoy hukumati Abdurahim Hayitning so'zini sing'i elib tarqatdi. Bu qisqasin ko'rinishida Abdurahim Hayit o'zini tonishtirib, o'zining qonun tarafidan gumonliq deb qaralganligi uchun tekshirilayotganligini aytdi. Ve bu yerda hech qanday majburlash yoki zo'rlash bo'lmadi deb qo'shimcha qiladi. Ammo xalqarada mazkur sin ko'rinishning chinligi haqida zo'r gumonlar tug'ilishi bilan birlikda mutaxassislar Xitoy bundaq oddiy usullar orqali dunyoni aldash maqsadiga yetamaydi dedi. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasının reisi Nancy Pelosi xanım Washington'da o'tkazilgan Teşekkür Amerika namlıq bir yığında söz qilib, Xitoyning 1 milliondak Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamishidagi maqsadi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish ekanligini bildirdi. Bu qitimqi yig'inda Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiga imzo qo'ygan Davlat Majlisi a'zolari muhim so'z qilib, Xitoyning millionlab sondagi Uyg'urlarni lagerlarga qamishini o'xshash bo'lmagan shaklda aybladi. Ma'lum bo'lishicha, Nancy Pelosi xanım Amerikaning siyosiy sahnasidagi 3-nomerlik muhim shaxs bo'lib, uning Uyg'ur masalasida bu qadar keskin ifoda bildirishi Amerika hukumatining yuqori qatlamidagi bir yangi yuzlanish hisoblanadi ekan. 10 fevraldan boshlab muhojiratdagi Uyg'urlar orasida boshlangan Məmmu Uyghur fəaliyyətiga köplügən kişilər avaz qoşdu. Ular Xitay hökumətiga xitab qılıb, özlərinin lagerlarga qamalğan urug' tuqqanlarının hazırkı əhvaldan məlumat berishini tələb qıldı. İctimai taratqularda məzkur hərəkət tezdən kengayib dünyadakı asaslıq axbarat vasitələrinin hammasida degudək xəbər qılındı. Shuningdek, bir qism G'arblik Uyg'urshunoslarmi bu faoliyatga qizg'in ovoz qo'shmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati bu vaqtdagi savollarga qarata biz unchajik odamning hammasining sin ko'rinishini chiqarib bo'lolmaymiz. Bu butunlay yo'lsiz talab deb javob bergan. 12 fevral kuni 2,5 yildan buyon Turkiyaning tutib turish o'rinlarida etayotgan Uyg'ur jamoat arbobi Abduqodir Yapchan ustidan sud ochildi. Sud açılgan günü 500'den artıq Uyghur sud mahkemesi aldıda ay yıldızlıq bayraklarını ve Abduqodir Yapcan'ın çoğaytılgan resimlerini kötergenice namayış qilib, Abduqodir Yapcan'a erkinlik degandek şuarlarını to'ladi. Sud jarayonida Abduqodir Yapcan o'ziga ortilgan terrorlik badnomlarini inkor qilib, Xitoy hukumati haqiqiy terrorchi degan mazmunda so'z qildi. Ahırda sud mahkemesi hüküm çıkarıp, Abduqodir Yapcan'ın davamlıq nazaret tuturduğanlıqını, keyinki qitimliq sudning may ayida içildiğanlıqını e'lon qilgan. O'tgan bir necha yilda Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bostirishlar haqida sukut qilib kelayotgan Turkiya hukumati yaqinda keskin bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini aybladi. Turkiya Tashqi ishlar ministerligi shanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni jazo lagerlariga so'liganligini qattiq ayblab, buni insoniyat uchun bir zo'r numus deb bildirdi. Xalqaro jamoat Turkiya hukumatining bu maydonini qizg'in olqishladi hamda boshqa islom allarini Turkiyadan ulgu elishga chaqiriq qildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.